Aziz do'stlar, 1800 dollarga bitgan obyektni bugun sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Pastki qismida mana shunday sifatli jiddiy mo'ysha transitsiya qilib beribdi. Toshda bering aka. Mana bu aziz do'stlar haqiqiy tosh. Ko'rib turganingizdek, bu shunaqa mustahkam devor bo'lganki, mana toshlarda qirtaylaymiz. Mana loylarni nima qilib ko'rdik. Bu chang tegib qolsa, loy tegib qolsa, xuddi mana shunday yuvib tashlasangiz, aziz do'stlar, bu devor ketadi. Mana bemalol yuvib taylayverasizlar. Mana shunday holatgacha 10 yilgacha turib beradi. Agarda siz uyingizda mana shunday sifatli jiddiy transitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, usta akamizga murojaat qilasizlar. 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib beradilar. Bu hovlimiz 1800 dollarga bitgan 200 kvadratlik obyekt. Agarda sizning kvadratligingiz 100 kvadrat bo'lsa, xuddi mana shunaqa obyekt 900 dollarga usta haqqi, material hamma narsasi ichida bitadi. Kvadrat metrlariga kelsak, 1 kvadrat metri 9 dollardan bo'libdi. Mana shu obyektimizda usta haqqi, material hamma narsasi ichida. Arzonroqlardan yo'qmi degan akalarimiz esa 8 dollardan boshlanadi to 12 dollargacha. O'zlaringizga qulay bo'lgan summalarni tanlab olib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa, mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. 10 yillik garantiyasi bor. Ko'rdinglaringiz, haqiqiy jiddiy mo'ysha transitsiya. Chang tegib qolsa, loy tegib qolsa, bemalol suvlarda yuvib taylayverasizlar. Tosh bilan ham qirib ko'rdik, darsi bir xil holatini o'zini ushlab beradi. Bemalol aloqaga chiqasizlar, telefon nomerini pastga yozib qoldiramiz. Bugun sizlar bilan 200 kvadratlik obyektni ko'rib chiqdik.